Jarayonlarimiz boshlangan. Nexus avtomobilidan qolganmiz. Bunga Euro 4 metan gaz bilan uskunalarini o'rnatib beramiz. Boshqaruv blogimizdagi 200 Golfaz W01 injektorimiz Adax kompaniyasidan reduktorimiz o'rnatib berilmoqda. Xudo xohlasa metan gaz balonimiz ispitaniya qilib, ya'ni sinovdan o'tkazilib, ana undan so'ng o'rnatib beriladi. Xudo xohlasa balonimiz hozir joylashtirilganmi yo'qmi deb ko'rsatmoqchi edim. Chana qismi qotirilgan. Xudo xohlasa endi balonni o'rnatib beriladi. Mana qalin tasmalardan o'rnatib beramiz. Eng muhimi kelib o'zingizlarni hozirgi tasmalar yelanib ketgan bo'lsa, metan gaz baloni uchun bizdan almashtirib ketishingiz mumkin. Masalan, metan yozuvlari bilan. Barchaga assalomu alaykum. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Keyingi avtomobillarni keyingi storieslarda ko'rsatib bo'ladi. Basic 2.4 boshqaruv bloki Rail IG1 injektorimiz hamda bu yerda Tamaseti ACP reduktorimiz bilan xudo xohlasa Cobalt avtomobiliga propan gaz uskunalarini o'rnatib beramiz. 65 talik. Ko'pchilik o'zi 40 qo'yar edi, lekin bu akamiz 65 talik qo'ydirmoqchi ekanlar. Motori oddiy обычный Cobalt'larnikidan, xuddi shunaqa Cobalt Gentra'larga, nafaqat Cobalt Gentra, boshqa avtomobillarga ham bizdan 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash asosida metan hamda propan gaz uskunalarini o'rnatishingiz mumkin. Ko'pchilikka naqd pulda to'lash yoqmaydi va eng muhimi bizda budjetingizga mos gaz ballonlar naborlari ham bor. Kafolati ham beriladi albatta. Pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Keyingi avtomobilga o'tamiz. Onix'imiz turbo motor hisoblanadi. Bunga Yevropa gazidan Evans 32 ga 4 boshqaruv bloki, Rail IG1 injektorimiz, bir marotabalik filtr hamda Tamaseti ACP reduktori qo'yib berilgan. Fragment hid chiqazmaydigan shlanglari hamda mabdatchiklar bilan birgalikda hozir termotrubkasi o'tkazilyapti. Boshidan oxirigacha bo'ladi. Xudo xolisa 42 yoki 47 litrli ballon qo'yiladi. Odatda bularga xohlasanglar 65 talik ham qo'yib berishimiz mumkin. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. Xuddi shunaqa naborni 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash asosida o'rnatib bera olamiz. To'g'ri qismlari ham shumaizolyatsiya qilingan. Bu mashinamiz esa Haval hisoblanadi. 1.5 turbo MPI motor, 100% gazda yuradi. Bularga muddatli to'lovimiz bor. Tamaseti ACP reduktorimiz ko'rishingiz mumkin. EasyGas'dan Rail IG1 injektorimiz. Boshqaruv bloki albatta Evans 32 ga 4 bo'ladi. 61 yoki 63 talik ballon tushadi. 61 da ham 63 da ham polkasiga zo'r smelik ketadi. Qo'yilgani umuman bilinmaydi mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerga qo'yib beramiz xudo xolisa chiroyli qilib. Bularga metan ham o'rnatsa bo'ladi. 100% metan o'zida ham yura oladi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, juda ham ekonomik. Men o'zimda Haval M6si bor, Haval M6 bor. Men o'zimda xullas kalom uyaltirib qo'ymaydi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasizlar. 90 talik gaz ballonini ko'rishinglar mumkin. Koreyskisi zavodskiy chana tasmalar bilan qotirib berganmiz. Metan qo'yib berdik Cobalt avtomobilimizga. Ko'rishinglar mumkin. Avtomobilimiz egasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bildirilgan ishonch uchun o'rnatilgan uskunalar Adax reduktorimiz, zapravochnilari, W01 injektor hamda Stag 200 Golfaz boshqaruv bloki hisoblanadi. Xuddi shunaqa komplektni siz Amirga servisdan 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash asosida o'rnatishingiz ham mumkin. Eng muhimi gaz balloni o'rnatilishidan avval sinovdan o'tkaziladi va sertifikatlanadi. Bizda barcha xizmatlar kafolat asosida amalga oshiriladi. Batafsil ma'lumot uchun pastda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilasiz. Amirga servis. 90 talik metan gaz ballon o'rnatish uchun Cobalt avtomobilini olib qolganmiz. Zavodskiy chana. Xo'p, old qismiga o'tamiz. Old qismida Stag 200 Golfaz boshqaruv bloki bo'lyapti. Hozir montaj ishlari amalga oshirilyapti. Xudo xohlasa, Adax kompaniyasidan reduktorimiz o'rnatiladi va injektorimiz necha bo'lyapti? W01. Bu narsalarni biz takror bir xil qilib ko'rsatayotgan bo'lishimiz mumkin. Sizga shunaqa tuyulishi tabiiy, lekin biz bu yerda nimani ko'rsatyapmiz? O'rnatilayotgan uskunalarimiz birinchi navbatda original, ikkinchi navbatda video ortida boshqa narsa, video oldida boshqa narsa bo'lmaydi. Har doim bizda ish sifati bir xil bo'ladi. O'rnatiladigan uskunalarimiz ham original hisoblanadi. Mana shu narsani biz sizlarga ko'rsatib boryapmiz. Yana kelsanglar o'zingizlar ishonch hosil qilasizlar. Bepul konsultatsiyamiz bor.
Batafsil ma'lumot uchun keyingi videoda aytib o'taman. Bepul konsultatsiya nima deyliksiz avtomobilingizga metan yoki propan gaz balon uskunalarini o'rnatmoqchisiz. Qaysi nabor sizga qanaqa darajada yurish masofasini, qanaqa yurish effektini hosil qilib berishini kelsangiz bizga tushuntirib beramiz. Chunki hozirgi paytda bozorda juda ham ko'plab gaz balon uskunalari bor. Masalan, Yevropa gaz hozirgi paytda eng trenddagilardan biri hisoblanadi. Adax, Stack, Alex. Undan tashqari yana bir necha xil boshqaruv bloklar bor. Undan tashqari injektorlarni ham xilidan bor, reduktorlarni ham xilidan bor. Kelsanglar, biza sizlarning avtomobillariga qarab, qanaqa yurishingizga qarab, naborlarni sizga tushuntirib beramiz. Bu bepul. Eng muhimi siz ma'lumotga ega bo'ling va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Siz bu yerda bemalol hamma original ehtiyot qismlarini ko'rasiz va o'sha podelkalaridan yoki sifatsizlardan farqlashni ham o'rganasiz. Mana bizning qulayligimiz nimada? Mana bu yerda ham ko'rib turibsiz. Shlanglarni ham xilidan bor. Oddiygina mana shunaqa bolt gaykalarni yoki shtutsirlarni ham bir-biridan farqi turlicha hisoblanadi. To'g'ri, sizda ko'zingizga bu kichkina narsada ko'rinishi mumkin, ahamiyatsizday tuyulishi mumkin, lekin mana shunaqa kichkina detallar ham o'rni kelganda ozgina yoki mana bunaqa xamitlarni noto'g'ri qotirilishi yoki sifatsiz ishlatilishi ham sizni yo'lda qoldirishi hech gap emas. Yoki misol uchun balonlarni farqi, Vikor bor, Koyang bor, shaffof bor. Undan tashqari propan uchun mo'ljallanganlarning ham Atekiri bor, Belorussiyaniki bor, har xilidan bor. Kelsangiz biz sizga qaysi balon qanaqa texnik xususiyatlari bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Eng muhimi siz to'g'ri ma'lumotga ega bo'lishingiz. Video orqali qilsak ham bo'ladi, lekin ko'z bilan ko'rgan baribir boshqacha.